Assalomu alaykum. Qadrdon kanalimiz a'zolari, bugun 10-oktyabr 2025-yil mana bir laboga ham tunuka qopladik. Bu akamiz labolarni hamma joylari ideal holatda qilindi. Mana akamiz o'zlari. Ustoga ishlarimiz ma'qulmi? Ma'qul, zo'r. Xudoga zo'r ishlarimiz. Rahmat sizlarga. Bu akamiz labosini poliga shunaqa rezinka tashlangan. Bir yoni silliq, bir yoni shunaqa tanga, ichlarida ipi bor. Toshkent rezinkasi bo'ladi. Alohida ham sotilaveradi. Mana joylariga konteyner qo'llab qo'yilgan. Bu narsalar tormozga tegadigan bo'lsa bukilmaydi. Kuzovga, ramaga zarba o'tkazmaslik uchun qilinadi. Penaplekslarga hashay-pashay tushmaydi. Orqaga issiq, sovuqni ham kabinaning orqasiga o'tkazmaydi. Tirab turish uchun qilinadi. Yollari ham mana 1,5 sm polni ichkariga qaytgan holatda. Ochganda qo'lda kesmaydi, ilmaydi, shunaqa bo'ladi. Alohida yoniga sondiqlarimiz ham bor, videolarimizda qo'yganmiz. Akkumulyator zashta qiladi, ichiga arqon kulchlar soladi. Bu keyingi laboyimiz, unisi undan keyingi laboyimiz, unisi undan ham keyingi laboyimiz. Hammasi xudo xolasa ochretda turishibdi. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol mana shu ekrandagi raqamga telefon qilishingiz mumkin. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani. Bordon qishlog'i, Setofor yaqinida bo'ladi. 1 soat ichida chiroyli o'rnashtirib beramiz. Kamchiliklar bo'lsa yozib qo'yinglar, kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'ling.